Assalomu alaykum. Hurmatli Agroterapiya kanali muxlislari, sizlar bilan Og'abek Abdusamatov. Bugungi mavzumiz juda ham ko'pchilikga foydali bo'ladi. Ayniqsa yangi ekmoqchi bo'lgan, xudo xolasa avgust oylari ekishni reja qilib turgan akalarimiz, opalarimizga juda ham foydali bo'ladi. Chunki bugun biz asosan issiqxonada, ayniqsa gidroponika yo'nalishida ekilishi kerak bo'lgan ikkita navni mukammal darajada foydasini, zararlarini, plus minuslarini birgalikda gaplashib chiqamiz. Ozgina shamol turib qolgan, o'shanga videoga xalaqit beryapti. O'ylaymanki, ovoz yetib boryapti. Navlarimiz, demak, koreyskiy solxiyang bir tarafda, ikkinchi tarafda koreyskiy ko'pchilikka qiziq bo'layotgan Kingsbury navlarini, holatlarini birgalikda ko'rib chiqamiz va ko'chatlar masalasi, ko'chat qilish tartiblari hamda bahoriy va kuzgi ishlarni ham birgalikda reja qilib olamiz bugun. Qani ketdik. Hozir issiqxonamizning mana umumiy ko'rinishi. Bu issiqxonani ko'pchilik ko'rgan. Mana bu mevalarning holatlari bularimiz, demak, koreyskiy solxiyangni hosillari ekan. Mana shunday yirik, o'ziga yarasha shaklga ega bo'lgan urug'largacha qip-qizil, mana shunaqa yaltiroq bo'ladi. Bu koreyskiy solxiyang mevalari. Bugun atay termadim, videodan keyin teramiz deb. Mana bu hozir pishib turgan holati. Mevalari mana shunday bo'ladi. Yiriklikka O'zbekistonda bundan yirik shirin qulupnay yo'q. Mana bu solxiyang, bu yerda bitta adashib qolgan. Lekin mana bular mana Kingsbury'lar. Buni qarang, qanaqangi ajoyib. 4 ta barmog'im kamlik qilyapti. O'ziga yarasha tarozida vis bosadigan navlardan biri. Mana shunaqa holatda rangi buni ham juda chiroyli bo'ladi. Juda ham og'ir, mana shular 70 gram, 80 gram keladi. Mana bu juda ham og'ir. Bu ham o'ta serhosil koreyskiy navlardan hisoblanadi. Bitta mevasi pishib bo'lingach, navbati bilan yog'i pishib keladigan navlardan. Mana holatlari. Voy asalari. Buni sizlar bilan hozir men guvohi bo'lyapman. Meva shirinligidan guli emas, mevani o'zini mana asalari yeb qo'ygan. Qiziq holat bo'ldi, hozir ko'rishim. Mevani o'zini, demak, asalari yeb tashabdi. Meva o'ta shirin. Tasni uzamiz. Tuxumdan kattaroq shunaqa holatda. Bunisi undan ham kattaroq ekan. Xo'p. Ikkala nav bilan ham tanishib chiqdik. Endi biz plus hamda minuslarini ko'rib o'tishimiz kerak bo'ladi. Koreyskiy solxiyang Kingsbury'dan ko'ra kasallikka o'ta chidamli nav hisoblanadi. O'zbekistonga kirib kelganiga, demak, necha 18 yillarcha bo'lib ketdi bu navni. O'zbekiston sharoitiga juda ham moslashib olgan, muhitlariga, issiqxonaga juda ham ma'qul nav hisoblanadi. Faqat ekishda rioya qilish kerak bo'lgan narsa bu qalin ekib qo'ymasligimiz kerak va doimiy ishlovlarini, pitaniyalarni berib tursak, bu nav juda ham sifatli hosillar chiqarib beradi. O'ziga yarasha massasi bor. Har bir tub ko'chatimiz 300 gramdan 700 gramgacha meva bera oladi. Hozir biz terayotgan massamiz 550-600 gramni mana shu yil hisobini olib turibmiz. O'ziga yarasha chiqib beryapti. Hosillar juda ham sifatli. Yirikligi maydasi 15 gram bo'ladi. Eng maydalari, yiriklari 60 gramgacha. Yirigini standart 45-50 gram deb hisoblasak bo'ladi. Narxlari O'zbekiston sharoitida juda ham qimmat.
Ya'ni demoqchiman, dehqon taraflama o'ylasak, juda ham yaxshi pulga sotsa bo'ladi. Chunki o'ziga yarasha shirin, xususiyatlari juda ham yaxshi. Shakarga botirish shart emas. Demak, shunaqa sifatli qulupnay. Demak, narxlariga kelsak, qish oylari hozir mana bugun 28-mart. Hozir ham narxlari juda ham yaxshi. 150-200 ming so'm sotilyapti. Qish oylari 300 ming so'mgacha ham chiqadi. Shamol juda ham xalaqit beryapti mavzuga. E'tibor qilmaymiz. Qish oylari balandi, demak 350 ming so'mgacha koreyskiy solxiyanglar narxi bo'ladi. Endi Kingsberry'lar o'ziga yarasha yirik, mayda juda ham kam chiqadi. Adborlari ikki xil sartarafga qilish mumkin. Adbor plus hamda adborga sartarafga qilsak bo'ladi. Adbor pluslari o'zi 60 grammdan ziyodlari, adborlar esa 40 grammdan 60 grammgacha bo'lganlarini olsak bo'ladi. Adborlarining narxi qish oylarida 250-300 ming so'm bo'ladi. Adbor plyuslar esa 300 ming so'm, 300 ming so'mdan ham qimmat 350 ming so'mgacha sotiladi. Kingsberry'lar 1 kilogrammi hisobini aytyapman. Maydalari juda ham kam chiqadi bu navni. Hosildorligi ham yaxshi. Hop, maydasini grammi ham kamida bu 20-25 grammni tashkil etadi. Hosildorligi solxiyangdan yuqoriroq, chunki ko'rdilaringiz mevasida qanaqa farq borligini. Ikkalasini umuman solishtirib bo'lmaydi. Shakl jihatdan ham, o'lcham jihatdan ham mana bu Kingsberry'lar yuqori turadi. Tam jihatdan ikkalasi ham o'ziga xos shirinligi bor, ikkalasi ham juda ham shirin. Xo'p, Kingsberry'ni demak, hosildorligi bir tupiga kamida 500 grammdan yuqorisi 1 kilogrammgacha Kingsberry'ni har bir tup ko'chatdan uzish mumkin. Ikkalasini ham gidroponika sharoitida men tavsiya qilaman. Bir sotixga 1000 tadan maksimum 1200 tagacha ekishni. Undan oshiq ekmang, o'zi hosildorlikni tushib yuborishiga sabab bo'ladi. Chunki qisiladi, mevalar maydalashadi. Birinchi navbatda mayda mevani narxi arzon, ham u taraf ham bu tarafdan yutqizadi. O'shaning uchun sifatli qilib ko'chatlarni demak 1000 ta 1200 ta ekishni tavsiya qilaman. Kingsberry'ni bitta yomon tarafi bor. Kingsberry'ning bitta yomon tarafi bu un shudring kasalligiga o'ta chidamsiz nav hisoblanadi. To'g'ri yo'llarni qilib, biologiya, kimyo hammasini joy-joyiga qo'yib ishlatadigan bo'lsak, demak, un shudring kasalligi unga hech qanaqa zarar bermaydi. Muhimi, agrotexnikasini joyiga qo'yishimiz kerak. Hamma sharoitlarni joy-joyiga qo'yib, demak, yetishtirsak, Kingsberry'ni doimiy sifatli hosil olsak bo'ladi. Kingsberry har tomonlama ilg'or qulupnay navlaridan hisoblanadi. Chunki dehqonga nima kerak? Yaxshi narxda qulupnaylarni sota bilish, daromadi o'ta ham chiroyli bo'lishi kerak va o'sha yaxshi daromadga chiqish uchun mana shu Kingsberry navlarini, kerak bo'lsa solxiyang navlarini ham chiroyli agrotexnikasini qilib boqish kerak bo'ladi. Mana shu agrotexnikasi ko'pchilikning xabari bor. Ikkita katta kurs ochganmiz. O'sha onlayn kurslarda oktyabr oyidan beri o'rgatib borilyapti. O'ziga yarasha, demak, bizni yangi o'qiyotgan dehqonlarimiz, shogirdlarimiz natijalari juda ham chiroyli bo'lyapti. Obuna bo'lib qo'ysalaringiz, mana shundan keyingi videolarga o'sha onlayn kursda o'qiyotgan va qanday natijaga erishayotgan dehqonlarimizni natijalarini birma-bir qo'yib boramiz. Buning uchun bitta onlayn bo'lib qo'ysalaringiz doimiy xabardor bo'lib turasizlar. Un shudring kasalligini yo'qotish, uni to'g'ri parvarish qilish, mana shu darslarimiz ichida bor. Dehqonlarimiz hozirda foydalanib kelinyapti. Natijalari Xudoga shukr juda ham yaxshi. Kingsberry'ni hech qanaqa muammolarsiz un shudring kasalligiga chalintirmagan holatda yetishtira olyapti. Bu ham bizni darslarimiz programmasiga kiritib ketilgan. Xo'p, asosiy navlarimiz hozirgi men ko'rsatib bermoqchi bo'lgan navlari mana shu edi. Issiqxona sharoitiga eng yaxshi navlar baribir koreyskiy, italyanskiy navlarni, amerikanskiy navlarni ko'pini sinovdan o'tkazdik. Ular emas, O'zbekistonning talabi qattiq qulupnayga emas yoki ko'proq turadigan qulupnayga emas, O'zbekiston shirinlikni yaxshi ko'radi. Demak, shirin qulupnayga talab juda ham yuqori. O'shaning uchun shirin qulupnay narxi ularga nisbatan 100 ming, 200 ming so'mgacha kerak bo'lsa baland bo'ladi. Hozirgi kunda rivojlanayotgan bizneslardan biri
chokoberrichilar, ya'ni qulupnayni shokoladga botirib ishlatayotganlar ham aynan mana shu navlardan juda ham ko'p foydalanadi. Chunki ta'mi o'ta shirin, insonga nima deydi, o'zgacha zavq bag'ishlaydigan navlar hisoblanadi. Ya'ni buni bozori o'lmaydigan eng standart chiroyli navlar hisoblanadi. Ikkalasini ham klienti juda ham ko'p. Hozirgi kunda bu ko'chatlarga biz zakaz olishni o'zi boshlaganmiz. Ancha muncha zakaz ham klientlarimiz tomonidan kelib tushdi bizga. Agar sizga ham mana shu ko'chatlar kerak bo'lsa, standart matchniy holatda kasetaga ikki xil uslubda yetishtirib beramiz. Kimga qancha miqdorda kerak bo'lsa, nomer qoldiraman. Bemalol o'sha nomerga telefon qilib, eng sifatli ko'chatlarni xarid qilishingiz mumkin. Bu ko'chatlarni ham to'g'risini aytaman, O'zbekistonda ko'p yillardan beri borligi hisobiga nima deydi, sorti buzilganlari ko'payib ketgan. O'shanga aldanmasdan, demak, eng sifatli ko'chatlarni mayli bizdan olmagan taqdiringizda ham tekshirib, holatlariga qarab, demak, olishlaringizni men tavsiya qilaman. Koreyskiy solxeng o'ziga yarasha yirik bargli bo'ladi, barglari yaltiroq bo'ladi, mevalari dumaloq simon, o'ta ta'mi shirin bo'ladi. Mana shu narsalarga e'tibor qilib, boshqa yerdan ko'chat olayotganda ham olasizlar. Bizga murojaat qilsalaringiz ham sifatli, ishonchli ko'chatlardan yetishtirib beramiz. Bunisi issiqxonaga ham kirib, qulupnaylarni bir ko'zdan kechiramiz. Bu Kingsbury navlar, mana shular 90-100 gram ham chiqadi. Juda ham jussasi katta. Ko'pchilikda Kingsburyni ham un shudring kasalligiga chalinuvchi, moyilligi oshib ketgan navlari bor. O'shanga ehtiyot bo'lasizlar. Qarab, demak, surishtirib ko'chat olishni men tavsiya qilaman. Shu yil Kingsburydan kamroq ko'chat chiqarishimiz mumkin. Keyingi yildan xudo xolasa buni ham ko'chati ko'proq bo'ladi. Chunki bizaga bu to'g'ridan to'g'ri Koreyadan kirib keldi. F1 navlar ancha summaga tushdi bu ko'chatlar. Eng muhimi, un shudring kasalligiga chalinmagan, un shudringga moyilligi o'ta kam nav yetib keldi. Albatta bu boqishga ham bog'liq. Ko'chat albatta birinchi navbatda ko'chat toza bo'lsa, boqish baribir ko'chatga qarab bo'ladi. Aytadi-ku. Ming zo'r harakat qilmang, ko'chat agar tortmasa, harakatlar besamar ketadi. O'shaning uchun birinchi navbatda ko'chatni biz to'g'ri tanlashimiz kerak. Xo'p, bu yerda tozalash ishlari ham ketyapti. Ya'ni qanday tozalash? Barglarni kamaytirgan holatda mevalarga kuch yetkazib berish uchun. Mana bular solxenglarning mevalari. Mana shunday hozirgi holatda. O'tgan safar video qilganda ko'pchilik ko'rgan bo'lsa, issiqxonamiz chetiga malina ekkandik. Ko'p bo'lmadi, bir haftani ichida u ham bergan petaniyamizni o'zlashtirib, o'zini tutib oldi. Buni ham ko'rsatib ketaman. Bir hafta oldin o'tkazilgan malinalar. Mana shunday. Bu barcha chiqarganiga o'zi 2 kun o'tib barcha chiqarib yuborgani hammasi. Shunday pastdan qaynab kelyapti. Malinamiz ham Serbiyadan keldi. Bu malinaning remontatniy sorti hisoblanadi. O'zbekiston sharoitiga tez moslashuvchi sifatli navlardan biri Delvina hisoblanadi. Delvina navi F1lari mana yetib kelgan. Xudo xolasa, buni ham keyingi mavsumlardan ko'chatlarini sifatli qilib chiqarib beramiz.
Bular solxiyanglarning natijasi. Xohlasa hosildorligi mana shunday juda ham yaxshi. O'zxonamizni ham bilasizlar, quyoshga qarab yasalgan. Natijasi juda ham zo'r bo'ldi. Shunday holatda. Keyin yana bir e'lonni aytib o'tib ketmoqchi edim. Bu onlayn kurs masalasi bo'yicha. Onlayn kursda hozir juda ham ko'p masalalar ko'rib borilyapti. Ayniqsa ko'chatchilik, ko'chatni yetishtirishni o'rgatish, xudo xolasa mana shu asosiy plankaga chiqadi. 1-apreldan kursimiz start oladi. Bunga ham bemalol telefon nomer qoldiraman. Telefon qilib yoki Telegramda yozilib a'zo bo'lib qo'ysangiz bo'ladi, xudo xolasa. Ko'chat qilishni birin-ketin bosqichma-bosqich o'rgatib boriladi. Birinchi umumiy retseptlar tuzishni o'rganamiz, mineral elementlarni o'rganib chiqamiz, o'simlikda uchraydigan umumiy kasalliklarni o'rganamiz hamda undan keyin birdaniga ko'chatchilikka o'tib ketamiz. Bu o'zi bu yog'i fizический uspet qilmayman. Mana shu 3-kurs, oxirgi kurs bo'ladi shu yil hisobidan. Keyin qachonki bitta yoki ikkita kurs tugagandan keyingina kurs ochiladi. O'shaning uchun ulgurib qolingizlar. Xudo xolasa o'sha yerda mukammal darajada darslar bo'ladi. Juda ham uzun, chuqur tushuntirilgan darslar, xudo xolasa dehqonchilikni ko'proq o'sha yerda mukammal o'rganasizlar. Chunki dehqonchilik degan bilan buning ichida juda ham ko'p ma'lumotlar bor. O'sha yerda demak chuqur agronom bo'lishimiz mumkin ekan. Bu nima uchun onlayn kurslar hozir ochildi, tashkil etildi? Tasavvur qiling, hamma narsa rivojlanib boryapti. O'zbekistonga mana sun'iy intellekt kirib kelyapti. Dehqonchilik chuqurlashib boryapti. Yana bilmadim, 2-3 yildan keyin oddiy bilimlar bilan hech narsani yetishtirishni imkoni juda ham cheklanib qoladi. Chunki kuchli mutaxassislar yetishib kelyapti. Demoqchiman, mana shu holatlardan chetda qolmaslik maqsadida sizga ham tavsiya qilaman. O'zingiz uchun kerakli ma'lumotlarni o'rganib, o'qib oling. Kurslar endi o'zimiz emas, ko'pchilik natija qilayotganlar gapirgani yaxshiroq. Bundan keyingi videolar natijalarini tashlab beraman. Ko'pchilikka manzur kelyaptiki, hozirgacha 50 tadan ziyod O'zbekiston qo'shni respublikalardan shogirdlarimiz bor. O'ziga yarasha juda ham kerakli bo'lgan bilimlarni o'rganib boryapti. Xudo xolasa, mana shular safiga sizlarning ham qo'shilishlaringizni men taklif qolaman. Joylar uncha ko'p emas. Yana 10 kishi plus minus joy qolgan. 1-apreldan darslar start oladi. Xudo xolasa, kechikmasdan yozilib qo'yganlaringiz bu juda ham yaxshi. Ja kechikkan bo'lsalaringiz 10-aprelgacha kursga yozdirsalaringiz bo'ladi. Undan bu yog'iga o'z mavzular sekin asta murakkablashib boraveradi. Tushunishingiz qiyin bo'lib qoladi, o'zingizga ham mukammallashib ketadi. O'shaning uchun bir boshidan o'rganishlaringizni tavsiya qilaman. U yerda faqat qulupnaychilik emas, bilasizlar, pomidor bodring, limon, gulchilik, atirgul yetishtirish hamda endi mana malina yetishtirish ham qo'shib o'rgatilyapti. Xudo xolasa dehqonchilikni mukammal darajada o'rganib boraverasizlar. Men bunga qo'ldan kelgancha maksimal darajada yondashib o'z bilimlarimni ulashishda davom etaman. YouTube, Instagram kanallarimiz bor. Bularda ham ko'plab ma'lumotlar berib borilyapti. Ayniqsa Instagramda qisqa ma'lumotlar juda ham ko'p. Bunga ham ularni bosalaringiz o'zimizni bilimlarimizni berib boraveramiz. Tavsiyalar qisqa u yerda ham berib boriladi. U ham agroterapiya. Telegramimiz esa Samarqand Qulupnay, o'sha eski telegramimiz turibdi. Obuna bo'lib, undan ham ma'lumotlar olib ketsalaringiz bo'laveradi. Bugungi ulashmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim mana shundan iborat edi. Ikkita katta qulupnayni xususiyatlarini birgalikda tahlil qilib o'rganib chiqdik. Xudo xolasa, onlayn kursda yana ham chuqurroq ilmlarni berib borishga harakat qilaman. Birgalikda bu yoqni o'rganib ketaveramiz. Hammalaringizga rahmat, sog' salomat bo'lingizlar. Mana shunday videolarni ko'rib, like bosishda davom etingizlar.